أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: القراءة فرض في الركعتين الأوليين. فرض namazlarda Kur'an o'qish dastlabki 2 rakat farz. O'sha kitobdagi firrakatayn al-ulayn degani shu to'g'ri. Ba'zi kitoblarda firrakatayn deb ham to'xtalgan bo'lishi mumkin. Liqawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Ana shu namozda nozil bo'lgan oyat: "Va la yuftaradu fi ghayri as-salah fata'ayyana fi as-salah." Namozda qulay bo'lgan o'qinglar degan bo'lg'achqa Qur'onni o'qish farz namozlardan boshqa chog'da farz bo'lmag'achqa namozda farz bo'ldi deymiz. Lekin bu oyat namozda nozil bo'lgan sababi nuzul shu desak bo'ldi. Ana Hanifiy mazhabda farz namozlarda qiroat qancha rakatda farz degan masalada ixtilof bor. Bu kitobda degani shu Hanifiy mazhabda sahih deb qaragan qarash farz namozlarning dastlabki 2 rakatida qiroat farz. Ya'ni 4 rakat namoz bo'lsa yoki 3 rakat namoz bo'lsa, qiroat dastlabki 2 rakatda farz. Imom Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani al-Asl degan kitobida ishora qilgan qarash shu. Hanifiy mazhabda mush qarash to'g'ri qarash deb qaraldi. Endi Imom Quduri Qur'on tilovati 4 rakatning yo 3 rakatning 2 rakatida farz, lekin ma rakatda deb muayyanlashtirmaymiz deb qaragan. Davon ekan, 1-rakat bilan 3-rakatda qiroat qilsam farz ado bo'ldi. 2-rakat bilan 4-rakatda, 2-rakat bilan 3-rakatda tilovat qilsam farz ado bo'ldi, yoki oxirgi 2 rakatda tilovat qilsam farz ado bo'ldi demoqchi. Imom Malik rahmatullohi alayhi 4 rakatlik namozni 3 rakatda farz deb qaragan. İmam Şafii 4 rakatning hammasi farz deb qaragan. Hasan al-Basri 1 rakat farz deb qaragan. Endi bu Hanifiy mazhabning dastlabki 2 rakatda farz deganga dalil nima desak, kitobda vaqala sallallohu alayhi vasallam al-qira'atu fil ulayayn qira'atun fil ukhrayayn. Mush rivoyatna keldi. Lekin bu rivoyat ojiz. Rivoyat ojiz. Lekin Hanifiy mazhab kitoblarida mush qarashqa bir qancha dalillarni keltirgan. Bu dalillar dastlab 2 rakat farzligini, keyingi 2 rakatda farz emasligini ko'rsatadi. Bu dalillar sahoba kiramlardan kelgan asarlarga tayangan. Umar radhiyallohu anhu taraka al-qira'ata fil maghrib fi ihda al-ulayayn faqadaha fil akhirati wa jahar. Umar radhiyallohu anhu Shamning dastlabki 2 rakatning birisida qiroat qilmay qilib, 3-rakatda qazo qilib qiroat qilgan va ulluq qiroat qilgan. Ulluq qiroat qilganligi shu dastlabki 2 rakatning biriningki qazosi ekanligining isboti. Osmon radhiyallohu anhu taraka al-qira'ata fil ulayayn min al-isha'i faqadaha fil ukhrayayn wa jahr. Osmon radhiyallohu anhu xuftanning dastlabki 2 rakatida qiroat qilishni unutib qolib, oxirgi 2 rakatda qazosini qilib ulluq qiroat qilgan. Ali ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma kana yaqulani al-musalli bil khiyari fil ukhrayayn in sha'a qara'a wa in sha'a sakata wa in sha'a sabbah. Bu biz yuqorida bir qatam bayon qilib o'tgan asar. Namoz o'quvchi keyingi 2 rakatda ixtiyoriy deydi. Xolisa qiroat qildi, xolisa jim turdi, xolisa tasbih aytdi. Yana sa'ala rajulun Aisha radhiyallohu anha an qira'atil fatihati fil ukhrayayn faqalat liyakun ala wajhi sana. Bu dalillar hammasi dastlabki 2 rakatda qiroatning farzligini, keyingi 2 rakatda
farz emasligini ko'rsatdi. Sahabe kiramlardan mushundaq rivoyatlar keldi. Buni biz tildigan boshqacha rivoyat kelmadi. Undan ekan bu sahabe kiramlarning o'ttirda ijmo bo'lgandek bir ish demoqchi. Wa qala sallallohu alayhi vasallam al-qira'atu fil ulayni qira'atun fil ukhrayayn. Bu rivoyatni biz ojiz dedik. Ay tanubu anha, ya'ni dastlabki 2 rakatda o'qilgan qiroat keyingi 2 rakatda o'qilgan qiroatning o'rnida turdi dedi. Aşı yeterlik dedi. Ke qavlihim lisanul vaziri lisanul amir. Emirning tili yoki og'zi, vezirning tili yoki og'zi degandek. Sunnatun fil ukhrayayn. Qiroat oxirgi 2 rakatda sunnat. Va in sabbaha fihima ajza'ahu. Oxirgi 2 rakatda sunnat, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisida dastlabki 2 rakatda Fatiha bilan sura o'qiydi, keyingi 2 rakatda Fatihani ham o'qiydi deb kelgan bo'g'achqa, keyingi 2 rakatda sunnat. Va in sabbaha fihima ajza'ahu. Keyingi 2 rakatda tasbih etib qolsa, u mo shu qiroatning o'rnida turdi. Yoki jim tursa shu qiroatning o'rnida turdi degan rivoyat bo'yatan Ibn Mas'ud va Ali radhiyallohu anhudan kelgan rivoyat shu. Va qad bayyana, biz uni yuqorida bayon qilib o'tdik. Qala va miqdarul fard ayatun fi kulli rak'a. Endi qiroat qilishni dastlab 2 rakat farz dedik. Qanchalik qiroat qilsa farz ado bo'ladi desa, har bir rakatda bir oyat miqdori, aqalli taqdirda bir oyat miqdori qiroat qilsa farz ado bo'ladi dedi. Ayatun fi kulli rak'a, har bir rakatda bir oyat o'qisa bo'ladi. Lekin bir oyat bo'lgan ba'zi qisqa bir jumlalar bor. Mesela harfdan sad, qaf yani bir harf yoki mudahammatan degandek. Mushuni desho desa, unvonlar 2 qarashga bo'linib ketib, ba'zi bo'ldi degan, ko'pchilik bo'lmaydi degan. Agar uzun oyatning yerimini cho desa, bo'ladi degan. Va qala sohiban dedi, 3 ayatin qisar. Qisqa oyatdan 3 oyat o'qisa, aqalli taqdirda farz ado bo'lgan bo'ldi. Nima uchun 3 oyat dedi? 3 ayet ev ayeten tavileten ta'diluha. Yak 3 ayetga teng keladigan uzun bir ayet o'qisa bo'ladi. Uzun bir ayet o'qisa bo'lganligi Abu Hanifa ittifoq. Lekin sohiban qisqa oyatlik bo'lib qolsa 3 oyat bo'lishi lozim. 3 oyatlik bir sura masalan. Li'anna al-Qur'an ismun lil-mu'jiz. Chunki Qur'oni Karim shu mo'jiza bo'lgan kitobning ismi. Va la mu'jiza duna zalik. Uningdan tuvan bo'lsa mo'jiza hisoblanmaydi. Ya'ni shu 3 oyatdan tuwana mo'jiza hisoblanmaydi demoqchi. Chunki Qur'oni Karimda va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum. Bi suratin min mithlihi yani bir sura akapaqanlar dedi. Bir sura en aqalli masalan qisqa 3 oyatlik sura bir sura bo'ldi. Masalan inna ataynakal kawsar. Shuna sahiban shunda deb turoldi. وله قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyh bir ayet okusumu buludu diyen karışığa faqra'u ma teyessara min diyen ayetini delil kıldı. Min gayri takyidin. Bunda 3 ayetlik ya ki kıska 3 ayet var diyen gep yok. Aş bir ayet mi? Kur'an mı masmuası Kur'an'dan aş. Ve ma dunal ayeti haricun. Yani bir ayetten tuvan bulup kalsa bu xudan da onun sırtıdak. Fabaqiya ma wara'ahu. Ondan bundan başları yani bir ayet boğalları hesap bulap kap kaldı demekçi. Fakra maddesi degan ayettin bir ayettin yo'q bo'lmaydigan kan nerede çıkıldı mesela. Matayasa deganda shu 20 ayet. Ya minhu dedi. Minhu aşunundan yani ken aşunundan bir söz olap kalsa bu onundan emas degan. Bu bir söz başka yardımı tepildigandek. Lekin en aqalli bir bütün gevde bir ayet hesaplandı. Şunu andına Kur'an'dan mavi diyelemez. Ama bir söz olap kalsa Kur'an'da buluşu mümkün, başka yerde buluşu mümkün. Yani aşında terkipte, aşında kurulmada bir ayet o başka yerden şu Kur'an'dan buldu. Hayır o yüzden yanımızda mesela tam şu ayet nazil oldu başlıyor ayet insanları da. Ya şu toluklap başta düşken ayetlerle birle kayıt düştü deyimiz. Aşın toluklap düştü. Bu bir ayet olmaydı gayrı uludlara diye. Kur'an'dan bir ayet emez.
ولا يفترض قراءة الفاتحة في الصلاة لإطلاق ما تلونا. Namazda Fatiha'ni o'qish farz emas. لإطلاق ما تلونا. Biz o'qigan oyatga mutlaq lafziga asosan farz emas deymiz. Fatiha o'qisin, boshqa sura o'qisin, boshqa bir oyat o'qisin, ma tayassara minhu o'qigan bo'ldi deydi. Yana hadis-i Musi salatahu degan hadisda "Summa qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an" deb Qur'onning iboratida o'qish kelgan. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam la salata illa bi fatihatil kitab. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin la salata illa bi fatihatil kitab ila gayrihi min al-ahadith ve ondan başka hadisler var. Mesela la salata limen lam yaqra bi fatihatil kitab dedi. Men salla salatan lam yaqra bi ummul Qur'an fe hiye khidaj dedi. Khidaj degani yani naqis. Bu naqis bilan namaz buzulib ketadi degan ma'noda demoqchi. Nozga mushturlik hadislar Fatiha o'qimiz bo'lmaydi degandek hadislar akhbar ahad. Akhbar ahad. Bu xabar vahid. La yajuzu nasxu itlaq al-kitab biha. Bunun bilan a kitobninki mutawatir lafzan oshini mansub qilayotgili, taxsis qilayotgili bo'lmaydi. Fa yuhmalu ala al-wujub. Undan biz vojiblikka apiramiz. Dunal fardiyya, farzlikka emas. Kema qulna biz yuqori degandek farz deymiz. Tawfiqan. Yani tawfiqan degani dalillarga tang amal qilib, jamlab turib, muvofiqlashtirib amal qilganlik jihatdan. Yani oyatga amal qildik, hadisga amal qildik demoqchi. Undan keyin Hanifi mazhabda farz bo'lgani mutlaq Qur'on o'qish. Fatiha shart emas. Endi Fatihani o'qish nimasi vojib? Undaqda Fatiha o'qimaydi, o'zi o'qigan bo'lsa farz ado bo'ldi, lekin gunohkor bo'ldi. Vojibni tark qilgan. Sezar keldi, vojibni tark qilganlik. Yani Hanifi mazhabda farz bilan vojibni unda ayırmaymiz. Boshqa mazhabda farz vojibni ayirmaydi. Degan shuni ayirish foydali. Yaxshi. Qala wal wajibu al-Fatihatu was-suratu aw 3 ayat. Vojib qiroat nima desa, Fatihani qiroat qilish, yana bir sura qiroat qilish, qisqa sura o'simi, aw 3 ayat yoki bir suraning o'rniga shu oyat tilovat qilsin bo'ldi demoqchi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك من غير ترك. İzchil tashlamay shunda davomlashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilib kelgan ish bu. Fatiha o'qib, undan keyin sura o'qigan yoki boshqa oyatni o'qigan. ولذلك وجب سجود السهو بتركه ساهيا. Şuna muşinchilik miqdorini o'qimay qolsa, Fatihani o'qimasa, yoki Fatiha bilan birga qatib sura o'qimasa, sajda sahvi keladi. Chunki shuni o'qish vojib. Hali Fatihani o'qigan to'xtab qolsa-mu, sura o'qimasa, sajda sahvi keladi demak. Qur'onning mavjudligi yo'q, Qur'onning eng qisqa sura shu. Oyat bilan bir sura bo'lgan uchun bir sharhni olgandan Ha shu bir suraga teng keladigan bo'g'achqa. Shu 3 oyat odatda bir suraga teng keladigan bo'g'achqa. Yani bizim tarbiye kılığımızda şu İmam Ebu Hanife'nin bir ayet olsun. Yo'q, ixtiyorliqlar ham. Buni oldinlarni qo'ydik. Qani dalil kuch qolsa shuni tarjih qilinglar. Biz hamda amal qilish jihatdan bu ikkisi bir gap. Yani Fatiha farz emas deganlik o'qimoq degan gap emas bu. O'qimasang bo'ldi degan gap emas. Oshimo o'qimasang gunohkor bo'lsa degan ig'ir gap bu. Buni biz shu o'qigan chaqda farzga amal qilamiz, vojibga amal qilamiz, sunnat olsa uni qilamiz. Uni o'qimasang bo'ldi ekan tashlab qo'ygan narsa emas. Lekin dalillar qat'iy va zanni bo'lib kelgachga shunga bunda deb ayirdi. والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل. Yani sürülecek. Qaysi surani o'qisa yaxshi degan masala kelsak, bomdod bilan peshimda mufassal suraninki uzunlarini o'qish sunnat. Va fil asri val isha'i awsatahu. Asr bilan xutbanda o'ttira darajaliklarini o'qish. Ve fil magribi qisarahu. Shamda qisqalarini o'qish deydi. Yani mufassal degan bu bir atalg'u. Suraning ismi. Ulumul Qur'on, tafsir va fiqh kitoblarida va hadis kitoblarida o'sha mufassal, tivol yoki mi'un, al-mathani degandek shunday atalg'uli keldi.
Bu atalg'ulama Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan atalg'ular. İmam Ahmad rivoyat qilgan Hasan darajalik bir hadisda "U'titu makana at-Tawrat as-sab'a." As-sab'a at-tuwal demakchi. Tavratning o'rniga uzun 7 sura ato qilindi. "U'titu makana az-Zabur al-mi'in." Zaburning o'rniga 100 oyatlik suralarni ato qilindi. "U'titu makana al-Injili al-Mathani." İncilning o'rniga 100 oyatdan tuan darajalik suralarni ato qilindi. "Va fuddiltu bil mufassal." Ortiqcha berilgan mufassal oyatlar berildi. Endi as-sab'at tuwal degan qaysi suralar soni eng uzun suralar Qur'ondagi. Bosh tarafdagi uzun sura. Baqara, Al-Imron, An-Nisa, Al-Maida, Al-An'am, Al-A'raf, At-Tawba yoki Tawba bilan Anfal ikisi bilan. Endi Al-Mi'un degan suralar, bu Mi'un degan mi'a degandan kelgan. 100 oyatlik suralar degan bunlar. Ayeti 100 ga yetadigan, ya 100 ga yaqinlashib yoki sal oshadigan, shu 100 atrofida bo'lgan suralarni Mi'un deb ataymiz. Endi Al-Matani degan oyati 100 dan tuvan bo'lgan, lekin mufassaldan jiqroq bo'lgan suralar Matani deb atildi. Bu 26 sura debdi. Endi mufassal desak, her suraning oraliqida bismillah tiz kelgan ekan, endi ayrilib bilinib kelgan ekan, shunda ayrılıp turduğan, Bismillah bilan bilinib ketgan suralar degandek. Bu mufassal suralar sura Qafdan tortib Qur'onning oxiriga qadar. Ba'zida Hujratdanmi deb qaraydi. Sura Qaf to'rtparga qilib qoldi shu. Mufassalmi 3 qismga ayrilgan. Tivalul mufassal, mufassalning uzunlari bu Qafdan amma tasallumicha. Awsatul mufassal Ammadan va duhagacha, qisarul mufassal va duhadan an-nasgacha. Niyadilgo asr bilan shanda awsatahudir. Ya'ni ammadan va duha qadar demak. Shanda qisar dedi va duhadan oxir qadar. Hakada kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu ila Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu. Mush xalifa Abu Musa al-Ash'ari valisiga, Kufadagi valisiga shunda farmon yozgan debdi. Buni sanada ajiz deb aytdi. Abu Musa al-Ash'ariga Hazrat Umarning unda yozganlik sanada ajiz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mushanifi mazhab degan bo'yicha surlar shuna o'qiganligi rost. Bunga bab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ishizlaridan say dalil bor bunga. Ma dalil ajiz bo'lgan bilan. Mesela kana yaqra'u fi as-subhi as-sajdata yawm al-jum'ah wa hal ata. Buxoriy Muslim rivoyat qilgan. Sajda bilan hal atani o'qitgan. Bamdat o'qitgan. Lekin sajda mufassalning ichida emas. Fil isha'i al-akhira wa ash-shamsi wa duhaha. Xutbanda va shamsi va duhani o'qitgan. Ma'va mana awsatul mufassal degan to'g'ri chiqdi shunami? Bu Nasa'iy rivoyat qilgan hadis. Yana juma namozida sabbihisma robbikal a'la hal ataka ishki o'qigan Abu Dawudda sahih rivoyat qiladi. Yana Buxoriy Muslim rivoyat qiladi. Shamda va Turni o'qigan. Tivalul mufassal hisoblandi. Yani tivalul mufassal kirdi. Yani Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dedi, "Harazna qiyam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi adh-dhuhri wal-'asr, fa harazna qiyamahu fi ar-rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri biqadri 30 aya." Peshimda 2 rakatda, dastlab 2 rakatda 30 oyat o'qiganda deb mo'ljallandik dedi. Qadri sajda, sajda surasi 30 oyat. Va harazna qiyamahu fil ukhrayn 'ala an-nisf min zalik. Keyingi 2 rakatda ashuning yarmichilik, ya'ni 15 oyatni 2 rakatga taqsim qilgandak 7-8 oyatni o'qigandak mo'ljallandik. Va harazna qiyamahu fil ulayayn min al-'asr 'ala qadri al-ukhrayn min adh-dhuhr. Asrning dastlabki 2 rakatida peshimning oxirgi 2 rakatini o'qiganchilik o'qidi deb mo'ljallandik. Ya'ni asrning 2 rakatida dastlabki 2 rakatida 15 oyat o'qigandi deb mo'ljallandik. Yana xutbanda al-jumu'a wal munafiqun 2 surani o'qiganlik rivoyat qilingan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana yaqra fil maghrib bi qisar al-mufassal deb rivoyat qildi. Yani Jabir radhiyallohu anhu kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqra fil dhuhri bi wal-layli idha yaghsha wa fil asri
بنحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. Bu Müslim rivayet kıldı. Yana peşimde sebbih isme rabbikel a'la. Bamdatta bunu da uzrak kıraat kıldı deb keldi Sahih Müslim'de. Ummul Fadl radıyallahu anha rivayet kılışça Şam'da vel mursalat okudu. Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Yani xutbanda anil Bara radıyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqra'u fil isha'i bit-tin ve zeytun muttafaqun aleyh. Yani Bamdat'ta ma beyne 60 ila'l 100 muttafaqun aleyh. Yani Bamdat'ta Qaf vel Kur'anul Mecid Müslim rivayet kıldı. Yani muşunda rivayet geldi. Yani bir mezhepte Bamdat olan peşimde tuvalul mufassal şu evzel esir olan xutbanda mufassalının otur derecelikleri amma yetesalundun ve duha kadar Şam'da ve duhadın ilen nas dedi. Müstahab olan şu, sünnet olan şu. Yani sünnet dediğimiz zaman da Resulullah köpünçe muşunda okuyan demekçi. Bunu okşamaydıgan şekilde uzun ya uzun okuduğu ya kıska bunda okuyan ahvalım var. Lekin köpünçe ahvalı muşunda de şu an muş sünnet demekçi. Ve la yu'rafu illa tevkife. Bu muşunun evzelliki Resulullah bekitip bergen bolsa andın bilaleyimiz. Bumuzu bilenmeyip doğukmuş. Yani yadiki Hazreti Ömer'nin kıygan fermanını Resulullah'a merfa demek şeyim. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den biz merfa seyyidisine ekeldik. Hazır Hazreti Ömer'nin ve aciz rivayetini koyup koysa bulavır. İhtiyacı yok. Ve qila el-mustahabbu en yaqra fil fecr 40 ev 50. Yani bunda karışımı deyilipti. Bamdatta 40'tan 50 kadar okuş mustahab, 40'tan 50 kadar degine 2 rekatta. 2 rekatta 40 ayattan 50 ayat kadar okuş mustahab demek. Her bir rekatta 20-25 dinimiz. Bu İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani El-Asl degan kitabı rivayet qilgan qarash. İmam Ebu Hanife'de rivayet qilgan. Yani Fatiha bilen billah deydi ha. Fatiha bilen billah 40'tan 50 kadar. Ve qila min 40 ila 60. Yani bir qarashda 40'tan 60 kadar dedi. Bu Cami Sagir'da Muhammed ibn Hasan Şeybani bayan qilgan qarash. Ve rawa ibn Ziyad mesela El-Hasan ibn Ziyad el-Lu'lu'i Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdi. Ebu Hanife'den rivayet kıldı. El-Mujarrad degan kitabda rivayet qilgan. Min 60 ila 100. 60'tan 100'ge kadar. Hadi 60'tan 100'ge kadar degan mush qarash Bamdatda ma bayna 60 ila 100 muttafaqun alayhi diskelgan. Bi kulli zalika waradatul athar. Yuqori qarashlarning hammasida hadis kelgan deydi. Mesela şu sure secdine ve hal ata alal insan hinu min ad-dahr okudu degan aş rivayetni alsaqmi şu 60'ga yaqin chiqdi. Sure secde 30 ayat. Bundan ekan şu 60'ga yaqin binas bo'ldi. Ve qila al-mi'atu liz-zuhad. Endi bundan deyilibdi. 100 ayat o'qish zahid, taqvodor, jangovarligi xos ve 60 fil jama'atil ma'huda. 60 ayat o'qish adetki normal mahalle köylerdeki mescidlerdeki cemaatlarda vel 40 fi mesacidi şevari koçilardaki kişiler ötep durduğun yolda ketip ötüplam namazı kirip kaldığın yak oydurumlardaki biketlerdeki vokzallardaki muşunda mescidlerde 40 ayet okuydu depti. Qala ve fil zuhri 30 peşimde 30 ayet ve fil asri vel işai 20 bunda deyilipti. والأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة. من أصل قاعدة bununda cemaatni azaytvatmaydigan, cemaatni qaçırıp qo'ymaydigan, cemaatga ig'irchilik sap qo'ymaydigan darajada o'qish mustahab. Wa in kana munfaridan فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثر تحصيلا للثواب. Agar yalnız o'qib qolsa, musafir bo'lmagan holat bo'lsa, o'qiyolgancha eng jiq o'qisa savobini shuncha oladi deydi. Lekin jamoat bilan o'qigan chaqda biz masalan bomdatmanchilik, sha'numanchilik deb baqtoq. Lekin jamoat o'qigan chaqda unda muayyan bir qilib qoida yo'q. Oqidagi kishilarning ahvoli qarab, agar ig'ir kelmay tura oladigan jamoat bo'lib qolsa, uzun o'qisa bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Shamda Al-Arafni o'qiganligini kelgan. Yana hadisda inni uridan utawwila fi salat fa asma'u buka as-sabi degan. Men uzun o'qiyman, bu vaqtning yig'isini anglab, anasiga ishim og'rib, qisqalam o'qitma degan. Yana Hazreti Muaz namozni uzun o'qiganlikdan jamoat shikoyat qilgan chaqda Rasululloh Muazga affattanun anta ya Muaz
alla qara'ta bi ash-shams wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la degende bunda qisqa suradan o'qisang bo'lmamta degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'qigan ahvolimi shu namozning o'zida ba'zi qisqa, ba'zida uzun surani o'qigan. Lekin ko'pincha shu oxirgi jamoatning ahvolini qarab va shu chog'dagi kundalik mashg'ulot qarab, masalan ba'zi namozlar ish vaqtida qiladigan, ba'zi namozlar ishdan damog'anda qiladigan, ba'zi namozlar uxlab uyg'onmay qolgan chog'da bo'lmadi kerak. Jamoatningki ahvolini qarab o'qish shu mustahab deymiz endi. Biz tarjih qilib olsak. وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال. Zururat olib qolgan, aldirab qolgan chaqda, ya safar ustidagi chaqda ahvoli qarab o'qiydi. Daf'an lil haraj, qiynalib qolmaslik uchun. Mesela aydirimda biz aeroplanga chiqish oldida namoz o'qiydi desak, sura Baqarani bir boshlasa, biz tutqilar namozni buzib chiqishi mumkin. Aeroplan ketib qoldi deb. Bunda ahvollar bo'ladi. Shunga aydirimda o'qigan chaqda ba'zi jamoat bo'lmay yolg'iz o'qiblam asmani g'ashim bor. Çünkü cemaatke bağlanıp kalsa o kaçan tüketişini anladım. Kesin bulundu ya mesela öldürüp okup kalsa. Yani enserip kalsa buldu yalnız okup kesin. والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة. Şimdi Fatiha'nı okuduk ama Fatiha'dan kim bir sürü okumduk ya ki bir sürünün bir kısmını okumduk ya ki iki sürünü okumduk diye mesele gelsek ya da mustahab bo'lgan, sunnat bo'lgani to'liq bir sura o'qish. Chunki bir suraninki mazmuni bir butun gavda bo'ldi. Buni parchalatib qolsak, mazmun chala bo'lib qolgandek bir ahvol bo'ldi. Navon ekan, biz bir surani to'liq o'qiymiz. Shu yaxshi. Bizning diyorimizda mushunda o'qiydi. Mush yaxshi. Eng afzal usul. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qilgan ishining ko'pincha ahvoli mushuni ko'rsatdi. Saudiya Arabistonda mushunda qisqa sura o'qiydi. Lekin Misrda bular bir yerden biraz hafıdan okup koydum. Uzun sürelerden. Bir bütün süre okumaydı. Ve yustahabbu en la yecma'a beyne sureteyni fi rek'atin li'ennehu lem yunqal. Bir rekatta iki sureni jamlab okumaslik lazım. Yani okuş mustahab olmaydı. Ya ki bir sure okuş mustahab. Bunda iki sureni jamlab okuş mustahab emas. Çünkü bu naql qilinmagan debdi. Ameliyatda bu naql qilingan. Vel haqqu ahqqu an yuttaba. Mesela İmam Bukhari, Sahih Bukhari'da bir bab keltirgan. Babul cem' beyne suratayn fi rak'a. Vel qira'atu bil khawatim. Ve suratan qabla surah. Ve bi awwal surah. An Ibn Mas'ud radıyallahu anhu dedi: "Laqad araftu an-nadha'ir allati kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. Bu Sahih Bukhari gelgine. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cüplap okugan cüp sürelerini bilmem. Da 20 sürene ben yani 20 sürene 10 rekatga cüplap okuganligini. Ma'na ulanma deb 20 sürene tizgan. Bu tizgan tafsilat Sunan-ı Tirmizi'de kelgan. Lekin Buxariyda 20ni bilmay deb keldi. 20ni bilmadigini shu yetarli. Qaysi sura bo'lsin, ikki surani juplab o'qiganligi Sahih Buxoriy keldi-ku. Davom ekan lam yunqal degan gap hozir xato. Bal nuqila. Davom ekan shunda o'qishmi mustahab. Balki ikki emas, 3ni qilsangmi, 4ni qilib olsangmi mustahab. Chunki shunda qilib ahvolim bor. Masalan, bir hadisda sura Baqarani o'qidi. Onunki Ali İmran uçtu, onunki Nisa uçtu, onunki Ayol Sura uçtu deb bir hadis kelgan. Hocamız bir rekat bo'lgan shu. Halqi bir sahabeninki her sureninki Qulhuvallohni qilib o'qishmi? Ya, mesela Qulhuvallohni qilib o'qigani, Fatiha'dan keyin, ya'ni bir sura o'qib, Qulhuvallohni birga qilib o'qigan desak, Fatiha'dan boshqa ikki surani o'qigan bo'ldi. Toshimi dalil bo'ldi. Farzda bu. Chunki aşı sahabenin akıt tuğan cemaat aşı farizde okudu da şikayet kıygan. İmamı aşı farizde inde okuyanda Resulullah şikayet kıygan çağda Resulullah ne için şunda okudun dese ben için yaxşı görme diyendike Resulullah onu yaxşı gap kıygan. Lekin qanday bo'lmasin, Resulullah sallallohu alayhi vasallamning ish izidan ikki surani Fatiha qilib o'qigan isbotlanma bo'ldi. Mustahab. Ya'ni shu sunnat bo'ldi. Va in fa'ala la ba's. Ham yerda unda qilsa hech kishi yo'q debdi, lekin mustahab dedik.
Ve kezalike sureten fi rak'atayn. Bunun deganlik mi şu? Bir surani ikkiga bo'lib o'qishmi yoki bir surani birinchi rakatdami shuni ikkinchi rakatdami shuni takrorlab o'qishmi? Bir surani ikki rakatda o'qish deb qolsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza zulzilatni birinchi rakatga o'qib, ikkinchi rakatga o'qib qo'ygan ahvol bor. Bumi mayli, bumi joiz. Üç surani jamlaganlikmi kelgan? Ve kezalike suratan fi rak'atayn. Bir surani ikkiga bo'lib o'qisa bo'ladi. Yoki shuni takrorlasin bo'ldi. Har ikki ehtimol bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki ashunda bir surani ikkiga bo'lgan rivoyat bor. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan ashunda bo'lib o'qigan rivoyat bor. قال ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات لإطلاق النصوص. Ana şu ayetler ve hadisler mutlak kelgan bo'lg'achqa palani namozda cho'qim mushu surani o'qish lozim deydigan unda bir farz yo'q deydi. Nada la yata'ayyan ala sabilil fardiyya demek. Çünkü li itlaqun nusus faqra'u ma tayassara minal Qur'an dedi. Mutlak kelgan bo'lg'achqa yani hadisda mu faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an degan bo'lg'achqa Kalanını okuş farz demeyimiz deydi. Ve yukrahu ta'yinuhu. Aslında biktiriş, muşun okuş lazım, dep turilish makruh. Lima fihi min hecril baqi. Fatiha'nı dar nimada okuyumuz emas mı? Fatiha'dan keyin okuyulgan sürülerini zadı muş surani okuş. Mesela Bamdatqa ma surani okuş farz. Falan namazga ma surani okuş farz dep unda bekitish yo'q. Peki aslında davomliq bektirilib qolsa bu başka surani tashlab qo'ygandek bir ahvol bo'lg'achqa makruh bo'ladi deydi. Yani davomli ashurlab o'qib olgan bir odam bo'lsa, ma'shani makruh bo'lib qoldi deymiz. Çünkü başka surani o'qib qo'y bir vaqtim. İlla yakuna aysara alay. Faqat unda shu surani o'qish qulay bo'lib qolsa, başkası irikildiken mayli. Ev teberruken bi qiraatin Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ma'a ilmihi ennel kulle seva. Ya ki andamin okusak okşaştı, lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelgan hadiste Resulullah mesela Cuma günü sebbih ismi rabbikel a'la'ni o'qitgan jumanamizda yoki bamdanamizda sura sajda bilan hal atani o'qitgan men bu shuni o'qib ba Resulullah aytsa mayli bundan. Lekin baka davomli qaşı izchil bir surani o'qittirib bo'lmaydi. Makruh oldu. Ve yutawwilul ula min al-fajr ala al-thaniyati i'anatan lin-nas ala al-jama'at. Bamdat namazida birinci rekatni ikkinchi rekatdan uzunroq o'qiydi. Kishilar jamoatga ulgurib olish uchun deydi. Birinchi rekatni uzun o'qib olsa, birinchi rekatga ulgurib oldi kishilar. Bamdatning birinchi rekatni uzun o'qiganligida Hanifi mazhabining 3 imomi ittifoq. Ve yukrahu fi sair salat. Uningdan boshqa namozda ixtilof bor. Ash-Shaykhan boshqa namozda makruh dedi. Hala Muhammad yustahabbu zalika fi jami' as-salawat. Boshqa hamma farz namozlarda birinchi rekatni uzun o'qib, ikkinchi rekatni qisqa o'qish mustahab bo'ladi dedi. Ana Shaykhanninki ve yukrahu fi sair salat degini birisini uzun, birisini qisqa o'qish makruh dedi. Shunami? Mustahab bo'lgani nima uning nazarda? Tang o'qiydi. Qulna, yani bizning Shaykhanning dalili er-rak'atan istawata fi istihqaq al-qira'a. İkili rekatda qiraat qilish farz, o'xshash. Fala wajha ila at-tafdil. Undan birinchi rekatni uzunroq o'qishga munosib uni afzalda qiladigan ahvol yo'q. Nima uchun desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma namozida sura Cuma bilan munafiqunni o'qigan. Yana bir rivoyatda Sabbih ismi rabbikal a'la, ikkinchi rekatda G'ashiyani o'qigan. Bu ikki sura qarab baxsak asosan tang. Undan keyin tang o'qiydi boshqa namozni mo deb turgan. Muhammadning degini Rasulullahdan ashunda birinchisi uzun, ikkinchisini qisqa o'qiganligi naql qilingan dedi. Mesela Bukhari'da aslında kelgan bo'lg'achqa bizni fadananna yuridu bizalika an yudrikan nasu ar-rak'atal ula. Birinchi rekatni uzun o'qiganligi aniq. Lekin sahoba kiramlar unda buningda tahlil qilib, birinchi rekatni uzun o'qiganligi balki jamoatga yetishib olsin kishilar deb shunda o'qidi deb farz qildik dedi.
Undan keyin Abu Hanifa'ning manquldan dalili bo'ldi shunami? Shu juma namozida tang surani o'qiganligidan dalil qildi. Yana qo'shimcha dalil ar-rakatan istawata fi istihqaq al-qira'ati fala wajha ila at-tafdil bi khilaf as-subh. Endi nima uchun bomdodda birinchi rekat uzun o'qiydi deyishga ma'qul keldi desa, bu o'xshamaydi. Fa innahu vaqtu nawmin va ghafla. Chunki bu kishilar uxlab qoldigan, qo'polmay qoldigan bir vaqt. Undan uzun o'qisa, uxlab qolgan odamni yetishib oladi demoqchi. Va ma rawahu mahmulun ala at-tatwil min haythu al-istiftah va at-ta'awwud. Muhammad rivoyat qilgan hadislar birinchi rakatni ikkinchi rakatni uzun o'qiydi degan hadislar istiftah duosi, yani subhanakallohumma va bihamdika degandek duo, auzu billahi minash shaytonir rojim bo'lib bo'lg'achqa shu uzunroq tuyulgan gap. İkinci rekatta uni o'qimaydi, shuni qisqa bo'ldi demoqchi. Lekin unda uzun qisqa deganda unda bir farq bo'lib ketmaydi bunda. ولا اعتبار في ذلك بما دون 3 آيات لعدم إمكان التحرز عنه. Yani bu uzun qisqalıqda 3 ayet uyanmayan bo'lib ketsa, çok mesele yok. Çünkü onda saqlanıp olmuyor. O sürünmem de 30 20 onda udullaştırıp olunmaydı. Bir ayet ya 3 ayet miktarı ne oldu? Yani 3 ayet miktarı uzun bo'lib ketsa, birinchi rekatda, keyingi rekatda 3 ayet qisqaroq bo'lib qolsa, yani sunnat asl bo'lgan bo'ldi demoqchi. Endi bu shu, mesela birinchi rekatda auzubillahi minash-shaytonir-rojim deydi, bismillah deydi ama Fatiha bilan bu bismillahni o'qidi. Fatihadan keyin sur boshlagan chaqda, surning oldida bismillahni o'qimdi. O'qiydi, o'qimaydi. Hanfi mazhabda ikki xil qarash bor. Endi shayxon bismillahni o'qimaydi. Amin degandan keyin sura o'qishdan burun bismillahni o'qimaydi. İmam Muhammed'in nazarida bismillahni o'qiydi debdi. Birinchi rekatda esa 3 ta oyatlar, ikkinchi rekatda 20 oyat. Bu bil ittifoq sunnat olmaydi. Namoz joiz. Lekin sunnatga xilof bo'ldi, bil ittifoq. Çünkü bular birinci rekat uzunroq o'qiydi, ikkinchi rekat qisqa o'qiganida talashlar ya tang deganda nima qildi? Ammo unda ta'tilashqa hech kim uni sunnat demadi. Lekin joiz ham shuni. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.